Audi A4 avtomobili 2002-yilmidi? 2002-yilda ishlab chiqarilgan 2 litrli atmosferniy motorda mashinani hamma joyi yaxshi joyda turgan ekan, radnoy. Peredelka qilib nimadirlar qo'yib tashalmagan, hamma yo'g'i zavod. Даже diskalariga yalchon o'ziniki firminniy turibdi. Kraskalari bo'lishi mumkin shuncha yilda betida, endi lekin seryozning kaltayib, ular bo'lib buzilib ketgan joyi yo'q ekan. Elektronli oynalar ochilib yopilishlari, заводской salon sidinalari hammasi o'ziniki turibdi. Avtomat, Tiptronic, klimat sistemasi, test monitorlar qo'yib qo'yishibdi. Probegini so'ramanmi? Probeg rol o'ynamaydi bu mashinalarda, texnik holati yaxshi bo'lsa bo'ldi, motor korobka hadovoy. Mayda-chuyda ishlari bo'lishi mumkin ekan, seryozni ishi yo'q ekan. Uni egalari o'zlari aytadilar, tushuntiradilar, nima mayda-chuyda ishi bor. Kameralar qo'yilgan. A4 2 litr 2002-yil. Xo'p, Matizdan ancha yaxshi-da, har holda inomarka olib maza qilib haydashingiz uchun 2950 bosib yuboringlar.